Hadislardagi o'liklarning anglaydiganligi to'g'risidagi rivoyatlar. Nafi so'zlab berdiki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma uningga mundaq xabar bergan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'liklar tashlangan quduqqa nazar tashlab, sizlar Rabbinglarning va'da qilgan narsasining haq ekanligini bildinglarmi degan edi Rasulullohga. O'liklarga gap qilyaptimlar deyildi. Shuning bilan Rasululloh, sizlar ulardanmi obdaroq anglamaysizlar, lekin ular javob qaytara olmaydi dedi. Sahihayndan. Ayşe radhiyallohu anha mundaq so'zlab bergan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ular mening deganlarimning haq ekanligini endi bilyotadi degan. Haqiqatan Alloh taolo aytganki, sen o'liklarga anglatolmaysan. Naml surasi 80-oyat. Ayşe radhiyallohu anha yuqorqi Ibn Umar radhiyallohu anhumaning o'liklarning anglaydiganligi to'g'risidagi rivoyatni rad qilib, anglagan emas balki bilgan deb qaragan. Lekin ko'pchilik olimlar Ayşe radhiyallohu anhaning qarashini olmay Ibn Umarning rivoyatini qabul qilgan. Buning sababi birinchi, boshqa ko'p sahobalar Ibn Umarga o'xshash rivoyat qilgan. Ikkinchi, Hazrati Ayşe Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu so'zni degan voqealikka qatnashmagan. Voqeaga bevosita qatnashgan ham u zotdan o'liklarni chaqiryotamlar deb so'rab surishti qilganlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning so'zining lavzini aynan asli tutishda Hazrati Ayşe'ga qaraganda kuchliroq. Yana o'liklar ashu holatda biladigan bo'lsa, ko'pchilik olimlar degandek ya quloqlari bilan, ya savolni ruh qila qartadiganlarning qarashi bo'yicha ruh quloqlari bilan yoki tanning qat'iy yo'qolib ketmaydigan eng kichik bir parchasi bilan anglaydigan bo'lishi mumkindir. Haq taoloning sen o'liklarga anglatolmaysan degan oyatini ko'pchilik olimlar sen ularga ular anglab foydalanadigan tariqada anglatolmaysan yoki Alloh xohlamasa anglatolmaysan, ularga sen emas Alloh anglatadi deganlik yoki haqdan yuz o'rib turib olgan tirik kofirlarga haqni anglatolmaysan deganlikdir deb qaragan. Albatta, Ayşe radhiyallohu anha u voqealikka qatnashmagan bo'lsa-mu, bu hadisni qatnashgan sahobalardan yoki keyinchi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zidan anglab rivoyat qilgandir. Shunga Nabiy sallallohu alayhi va sallam har ikki hadisni ashundoq degan bo'lishi mumkin. Chunki bu ikki xil hadis o'rtasida yoki hadis bilan oyat o'rtasida zidlik yo'q. O'liklar anglamaydigan bo'lsa-mu, Alloh taolo anglamaydiganlarga anglatishni iroda qilsa, shubhisizki biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Sura Ahzab 72-oyat. Osmon zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar dedi. Ikkilisi ixtiyoriy keldik dedi. Fussilat surasi 11-oyat. degan oyatlardagidek anglashi mumkin bo'ladi. Keyingi banda qabrisiga qo'yilib qaytganlarning oyoq tevishini anglab turayotgan chog'da uning yoniga ikki farishta kelib uni o'ldirg'izib, sen mavi kishi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam to'g'risida nima deysan deydi. Mu'min bo'lsa, men uning Allohning bandasi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman deydi. Shuning bilan uningga do'zaxdagi o'rniga qara. Alloh uni sana jannatdagi bir o'ringa almashtirib berdi deydi. Degandek, hadis shariflar o'liklarning anglaydiganligini emas, qabr azobining ruh bilan tangimi bo'lganligidan iborat ko'pchilik olimlarning qarashini isbotlaydi.